Xalifa nomasini o'qib, Yaqubning ko'ngli yumshamaydi. U qilgan amalidan pushaymon bo'lmadi. Oldiga bir tovoqda ko'kat, piyoz va baliq olib kelishlarini buyurdi. Elchini ham huzuriga chaqirtirib keltiribdi. U elchiga qarab dedi: "Borib xalifaga ayt. Men bir misgar, ya'ni saffor kishiman va otamdan shu kasbni o'rganganman. Mening ovqatim bug'doy noni, baliq, piyoz va ko'katlardir va bu podshohligu xazinalarni ayyorlik bilan olganman va mardlik bilan qo'lga kiritganman. Bular otamdan meros qolmagan va buni sen ham menga bermagansan. To sening boshingni hadya uchun olmagunimcha, avlodingni so'yib tashlamagunimcha tinch turolmayman. Yo shu aytganlarimni amalga oshiraman, yoki qayta bug'doy noni-yu baliq, piyoz va ko'kat atrofiga o'tiraman." U xalifa elchisini kuzatib qo'yadi. Xalifa yana qancha elchi va xat yubormasin, u yana shu aytgan so'zlaridan qaytmaydi. Qo'shinini tashlab Bag'dod tarafga yo'l oladi. 3 manzil yo'l bosib o'tganlarida u qulunch kasaliga mubtalo bo'lib, ahvoli nochorlashadi. Bu darddan qutula olmasligini sezadi. Uning akasi Amrulays orqaga Xorasonga qaytib kelib, podshohlik qiladi. Xalifaga itoatda bo'ladi. Lashkar va raiyat Yaqubdan ko'ra Amruni yaxshi ko'rardi. Amru ato va saxovatda juda ham mashhur, siyosatda hushyor va muruvvatli edi. Himmati shu darajada ediki, uning oshxonasida kuniga 400 tuya so'yilardi. Boshqa narsalarini ham shunday qiyos qilsa bo'lardi. Ammo xalifa garchi Amru bunday e'tiqodda bo'lmasa ham akasi yo'liga kirar deb o'ylardi. U ketma-ket Buxoroga Amir Ismoil ibn Ahmad oldiga odam yuborib ayttirardiki: "Amruga qarshi yurish qil, mulkini qo'lidan tortib ol. Sening Xorason va Iroq amirligida haqqing bor, chunki ko'p yillar davomida bu mulk otalaringning qo'lida edi. Bular hokimiyatni zo'ravonlik qilib olganlar. Haqiqiy hokim o'zingsan. Ikkinchidan, sening fazilatlaring yaxshi. Uchinchidan esa mening roziligim sen tomonda. Men shu narsaga ishonamanki, Xudoy taolo senga g'alaba zafar ato qiladi. Qo'shinning kamligiga qarama." Xalifa so'zlari Amir Ismoil ibn Ahmadga ta'sir etadi va Amrulaysga qarshi borishga qaror qiladi. Jayxundan o'tar ekan, hamma lashkarini yig'ib sanab ko'rsa, 12 ming kishidan iborat ekan. Ko'p askarlarning yog'ochdan jabduqlari bor edi. Har 10 kishidan birida qalqon, har 20 kishidan biri sovutka, har 50 kishidan biri nayzaga ega edi. Bir kishi ulov otsizlikdan sovutiga fitrot, chilbir arqon boylagan edi. Shunday lashkar bilan Jayxundan o'tib Marvga keladi. Amrulaysga xabar berishadiki, Ismoil ibn Ahmad Jayxundan o'tib Marv shahriga keldi. Marv shahri hokimi esa qochib ketib, mulkini talab qilyapti. O'sha paytda Amrulays 70 ming qurollangan lashkar bilan Nishopurda edi. U lashkari bilan Balxga qarab yuradi. Bir-birlariga qarshi kelaveradilar. Shunday to'qnashuv bo'ladiki, mag'lub bo'lgan Amrulaysning butun boshli 70 ming suvorisi qochib ketadi. Biror kishi yarador ham bo'lmaydi. 9 kishi asir tushadi. Shular orasida Amrulays ham bor edi. Ularning Ismoilning oldiga olib borib, qorovullarga topshirishadi. Dunyo ajoyibotlaridan shu hodisa ajibroqdir. Namozi asr o'qilganidan so'ng Amrulays farroshlaridan bo'lmish bir kishining ko'zi unga tushib, rahmi kelib oldiga boradi. Amru unga deydi: "Shu kechasi men bilan qol, juda ham yolg'izman." Keyin yana qo'shib qo'yadi:
Bu odamlar oldida biror bir ovqatdan darak ham bo'lmaydi. Yeyishga biror narsaning ilojini qilsangchi, men ochman. Farrosh bir man go'sht topib, askarlardan vaqtinchalik qozon so'rab oladi. U yoqqa, bu yoqqa yugurib, tezak teradi. Kesaklardan o'choq quradi, go'shtni qozonga tashlab, biroz tuz topib kelishga ketadi. Shu mahal bir it kelib, qozonga tumshug'ini tiqib, bir suyakni tortib olmoqchi bo'ladi. Og'zi kuyib boshini ko'targanida qozonning halqasi bo'yniga ilinib qoladi. Uning issiqligiga chiday olmagan it qozonni ham ko'tara qochadi. Amru Lays buni ko'rib qorovullarga deydi: "Ibrat olinglar. Men shunday odammanki, ertalab oshxonamda 400 tuya so'yilgan edi. Kechqurun esa bir it ovqatimni ko'tarib qochyapti", deydi. Kuntu asbaha amiran va amsaya asiran. Ya'ni ertalab amir edim, kechqurun asir bo'ldim. Bu hol jahon ajoyibotlaridan biridir. Amru Lays asir tushganida amir Ismoil o'z lashkarlari boshliqlariga va buyuklariga qarab deydi: "Bu g'alabani menga Alloh taolo berdi va shu ne'matga Alloh azza va jalladan boshqa hech kim qo'l ura olmaydi." So'ngra deydi: "Bilib qo'yinglar, bu Amru Lays bir buyuk hikmat egasi. Hotamtoydek faqih, qudratli, ishlari tadbirli, irodasi kuchli, dasturxoni ochiq kishidir. Mening fikrim shunday, unga zarar yetkazmaslikka harakat qilaman, toki u shu asirlikdan xalos bo'lsin." Kattalar: "Amirning fikri to'g'ri, nimaiki maslahat bo'lsa buyuring", deb javob berdilar. Amru Laysga odam yuborib: "Xotirjam bo'l, men yo'lini topib joningni xalifadan so'rab olaman", deydi. "Hatto hamma xazinamga almashib bo'lsa ham sening joningga biror zarar yetkazdirmayman. Qolgan umringni salomat va tinch o'tkazasan." Amru Lays buni eshitib: "Men bilaman, bu asirlikdan ozod bo'la olmayman, ammo sen Ismoilsan. Biror bir ishonarli kishingni oldimga yubor." Tezda bir ishonchli kishini yuboradi. Amru Lays vakilga ushbuni bayon qiladi: "Sen Ismoilga borib shunday degin: meni sen mag'lub qilgan emassan, balki Amir al-Mu'minin o'z yaxshi diyonati va xislati bilan hamda sof e'tiqodi va g'azabi bilan mag'lub qiladi va bu mamlakatni Xudoyi taolo mendan oldi va senga berdi. Sen shu yaxshilikka loyiq va sazovorsan. Men Xudoyi taologa itoat qilaman va senga faqat yaxshilik tilayman. Sen bu mulkni endi olding, ammo xazina va istizhor, ya'ni oziq-ovqatning yo'q. Menda va akamda ganju xazinalar ko'p. Shularning ro'yxati menda edi va hammasini senga taqdim qildim, toki sen mustazharu qudratli bo'lib lashkarlarni ta'min qilarsan." U xazinalar kalitini ham Amir Ismoilga yuboradi. Ishonchli vakil kelib eshitganlarini aytib berarkan, xazinalar ro'yxatini Amir Ismoil oldiga qo'yadi. Amir Ismoil o'z yaqinlariga qarab deydi: "Bu Amru Lays zirakligidan boshqa donolarni ham domiga tortmoqchi bo'ladi." Xazinalar ro'yxatini olib uni ishonchli vakil oldiga tashlaydi. "Buni o'ziga qaytar va ayt: shartaki va o'tkir bo'lganing uchun hammaning boshidan sakrab o'tmoqchisan. Otalaring bir ro'ygar bo'lsa, senga va akangga xazina qayerdan kelardi? Sizlarga u ro'ygarchilikni o'rgatdi. Osmoniy tasodif tufayli mulkni zo'ravonlik bilan oldingiz. Bu xazina-yu dirham va dinorlarning hammasini odamlarga zulm qilib, nohaq yo'llar bilan qo'lga kiritgansiz. Bularning bari qari kishilar u g'ariblarning moli, yetimu zaiflar haqidir.
Shularning javobini Xudoyi taolo oldida o'zlaringiz berishingiz kerak. Sen makkorsan va shu zulmlarni mening bo'ynimga qo'ymoqchisan. Erta qiyomatda sizlardan mol tovonini so'rasalar, nimaiki bo'lsa Ismoilga berdik va undan talab qilinglar deb javob berasizlar. Mening dushman uchun javob berishga toqatim yo'q. Diyonat va Xudodan qo'rqib u xazinani qabul qilmabdi va qaytarib Amrulaysga beribdi va bundan mag'rur bo'lmabdi. Hozirgi zamon amirlari shundayki, harom dinorlarga parvo qilmaydilar. Haqiqatni behuda narsaga chiqaradilar. Ish oqibatini o'ylamaydilar. Ismoilda shunday odat bor ekan. Qattiq sovuqli kunlarda qor yoki yomg'ir yog'sa ham yolg'iz o'zi maydonga chiqib, peshin namozi vaqtigacha otga minib turar ekan va aytarkanki, biror mazlum kishi hojati bo'lib saroyga kelsa-yu, turar joyi bo'lmasa, qor va sovuqda bizni ichkarida ko'rsa, biz bilan ko'rishishi qiyin bo'ladi. Biz kutib turganimizni ko'rsa, kelib ishini hal qilib salomat qaytadi.